Yoshligimizda har doim ovqatda opam qilardi. Qo'llari shirin, pazanda. Lekin har doim men qilgan ovqatida ayb topib, sabzisini ko'p solsan, ziravorini ko'p solsan deb shikoyat qilardim. Hozir bo'lsa opam ham, men ham o'zimiz ro'zg'orimizda, o'zimiz oilamizda alohidadan ovqat qilamiz. Ba'zida rosayam sog'inib ketaman opam ovqat qilib berishlarini, sabzilarini ko'p qilib solishlarini. O'zim bo'lsam har doim ovqat qilayotganimda, har ziravor solayotganimda opam eslayman. Qaynaydi yana kelib, men xohlagan paytda kelib, men xohlagan ovqatni qilib berib, yana shu ziravorlardan solib, yana ko'pgina so'slardan solib ovqatlar qilib bersa qaynaydi. Oldin yoshligimizda urushganmiz, talashganmiz, yarashganmiz. Shu paytlarni rosa sog'indim. Vaqt tez o'tarkan, imkon borida opa-singillarni asrab-avaylab, ularni qadrlash kerak ekan. Hozir bo'lsa siz rosa sog'indim, opa.